Ko'pchilik uy olayotganda qiladigan bitta katta xato bor. Ular foydaga emas, narxga qarashadi. Aslida to'g'ri yondashuv bu uyga xarajat emas, investitsiya sifatida qarash kerak. Masalan, Markaz Yangi Toshkent loyihasini olaylik. Loyiha Yangi Toshkent yonida joylashgan bo'lib, topshirilish muddati 2028-yil 2-chorak hisoblanadi. Bu yerda siz kvartira olmaysiz, balki rivojlanayotgan yangi shahar yonidan joy olasiz. Hozirgi narxlar Katlovan bosqichidagi topshirilgunga qadar qiymati bir necha barobar oshib boradi. 23 xil qulaylik, tayyor infratuzilma, bular ijaraga berishingizda ham, qayta sotishingizda ham, yashashingizda ham sizga juda katta plus bo'ladi. Va eng muhimi, hozirgi paytda juda to'g'ri vaqt, sababi 30-maygacha 100% to'lov qilib, xonadon xarid qilgan mijozlarimiz orasidan 20 ta xaridordan bittasiga BYD Jazor avtomobilini beramiz. Bundan tashqari 70% dan yuqori to'lov qilgan 3 ta mijozimiz orasida xonadonni 100% to'liq ta'miri, ya'ni remonti sovg'a sifatida topshiriladi. Bugun loyihaga investitsiya kiritgan odam ertaga katta ehtimol bilan foydada bo'ladi. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va sotuv menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi.